أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Olamlarning Robbisi Robbimiz Haq subhanahu va taologa beadad hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Ilohim sizni bizni bandalik bilan Haq taoloning roziligi yo'lida ojizlik ila qilayotgan toat ibodatlarimizni, xayrli solih amallarimizni Robbimiz dargohida qabul aylab, bilib bilmasdan qilgan katta yukshik nuqsonlarimizga o'zi kafforat qilsin. Kunlarning sayyidi juma kunini Alloh taolo barchalarimizga muborak qilib, ushbu kunga va'da qilingan fazilatlarga Alloh taolo barchalarimizni o'zi nasibador qilgan bo'lsin. Bugun 2024-yil 29-noyabr Hijriy qamariy hisobimiz bo'yicha 1446-yil Jumadul Avval oyining 27-sanasi. Bugungi mav'izamiz savobi doimiy ezgu amallar. Boshqa bir nom bilan aytadigan bo'lsak, sadaqai joriyalar degan bir mavzu ostida bo'ladi inshaalloh. Haq subhanahu va taolo bandalariga payg'ambarlar orqali to'g'ri yo'lni ko'rsatib, savob nima, ezgu amal nima, gunoh nima, mana bu narsalarni yo'l ko'rsatish uchun payg'ambarlarni odamlar orasidan tanlab olib siz bizga yubordi. U zotlar Robbisi tomonidan yuborilgan ilmni olgan, qabul qilib olgan narsalarni siz biz insonlarga, mo'min musulmonlarga yetkazdilar. Shuningdek, Alloh taolo u zot orqali, payg'ambarlar orqali bandani savobga yoki gunohiga yarasha mukofot yoki jazo berilishi, jannat va do'zax mana bular haqida siz bizlarni demak ogohlantirdilar. Savoblarni bandani ixlosiga qarab gohida Alloh taolo bir yaxshiligi uchun eng kamida 10 ta, bo'lmasam ixlosga yarasha demak 700 barobargacha ko'tarib yuborishi mumkinligini, yoki Alloh taolo banda bir xato sodir qilib qo'yadigan bo'lsa, xatosi uchun faqatgina shuni mislicha gunoh yozishini bayon qildi. Oyat karimasida Alloh subhanahu va taolo man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha va man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha va hum la yuzlamun. Kim bir yaxshilikni keltirsa, uning uchun 10 ta yaxshilik yozadi Alloh taolo. Kim bir yomonlikni keltiradigan bo'lsa, o'sha yomonligiga yarasha bitta gunohini bittagina yozadi. Va ana shu gunoh qilgan kishilar uchun, mo'min musulmonlar uchun demak Alloh taolo zulm qilmaydi deb marhamat qiladi. Demak, gohida bandani kichkina bir amali Robbisining roziligiga sababchi bo'lib qoladi. Garchi o'sha amalni qilmagan bo'lsa ham yaxshi bir niyati sababli Alloh taolo nima qiladi? Bandasini mag'firat qiladi. Mana shu niyati sababidan unga doimo savob yetib turaveradi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Ibn Abbos radhiyallohu anhudan qilingan rivoyatlarida aytdilarki, u zot Alloh subhanahu va taolo mana bunday marhamat qildi dedilar. Ya'ni Haq subhanahu va taolodan kelgan narsani nima qilyaptilar? Shunday bizlarga yetkazib beryaptilar. Hadisni bu turini biz hadisi qudusiy deymiz. Ya'ni lafzi ham ma'nosi ham Alloh taolo tomonidan bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom Alloh taolo tomonidan olgan narsalarni hech bir qo'shimchalarsiz, o'zgartirishlarsiz to'la-to'kis bizga yetkazib beradigan hadislarning turlarini hadis qudusiy deydi. Demak, hadis qudusiyda Alloh subhanahu va taolo aytadiki: Innalloha katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana zalik. Albatta Alloh taolo yaxshiliklarni ham yozib qo'ydi, yomonliklarni ham yozib qo'ydi. Ya'ni nima narsa yaxshi-yu, nima narsa yomonligini aniq ochiq-oydin qilib qo'ydi. Thumma bayyana zalik. So'ngra mana shularni demak o'rtasini bayon qildi. Yaxshilik nima-yu, yomonlik nima, mana buni bayon qildi. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة.
Kimdan kim dedi Alloh taolo, bir yaxshi ishni qilaman deb niyat qilib qo'ydi, ammo amalga oshira olmadi. Yo amalga oshirmadi yoki imkoniyati bo'lmadi. Alloh unga o'zini huzurida mana shu ishni qildi degandek bir yaxshi narsani yozib qo'yadi, savob yozib qo'yadi. Wa in hamma biha fa'amilaha kataba Allohu 'indahu 10 hasanatin ila 700 dha'fin ila ad'afin kathiratin. Bir inson bir yaxshi ishni qilaman deb niyat qilib qo'ydi, qalbiga tugib qo'ydi va ana shu ishni Alloh nasib qilib amalga oshirdi. Endi mana bu inson uchun esa nima bo'ladi? 10 ta yaxshilikdan to 70 yoki 700 gacha niyatiga, ixlosiga qarab turib bundan ham ko'proq ajr mukofotlarni Alloh taolo bitta yaxshilik uchun yozib qo'yadi. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataba Allohu 'indahu hasanatan kamilatan. Bir odam bir yomon ishni qilishni niyat qilib qo'ydi, o'zicha qalbiga tugib qo'ydi-yu, ammo amalga oshirmadi. Yo oshira olmadi yoki oshirishni demak xohlamay qoldi. Alloh baribir o'zini huzurida mana bu banda uchun bitta yaxshilikni, mukammal yaxshilikni yozib qo'yadi. Wa in hamma biha fa'amilaha kataba Allohu sayyi'atan wahidatan. Kimda kim bir yomon ishni qilishni qasd qildi va qasdini bajardi, o'sha amalni qildi. Alloh unga bitta gunoh yozib qo'yadi, ko'paytirib yozmaydi dedilar. Ushbu hadis qudusini Imom Buxoriy, Imom Muslim o'zlarining sahihlarida rivoyat qilib keltiradilar. Demak, ushbu hadis qudusida Alloh subhanahu va taolo bandalarga qilajak mehribonchiligini qarangki, bir odam bir yaxshi ishni niyat qilib qo'ysa ham unga savob yoziladi. Bajaradigan bo'lsa, mana shu aytganini niyatining ustidan chiqqanligi uchun niyatiga qarab eng kamida 10 ta, bo'lmasa 70 ta, bo'lmasa 700 ta, bo'lmasa undan ham ko'proq. Teskarisi bo'lsa, bir yomon ishni qilish niyat qildi-yu bajarmadi. Bajarmagani uchun Alloh taolo bir yaxshilik yozadigan bo'lsa, bajaradigan bo'lsa, bitta yomonlik qildi va bittagina gunoh yozib qo'yar ekan. Nima uchun? Bandalarim savobli amallarni ko'paytirib olsin. Oldimga gunohlarga g'arq bo'lgan holatda kelmasin. Mana bu ham Robbimizning mehribonchiligi ekan. Demak, bugungi gaplashadigan mavzuyimiz boqiy, savobi boqiy bo'luvchi amallar, ya'ni sadaqai joriyalar haqida. Bu xususida Maryam surasining 76-oyatida Alloh taolo va yazidullohu allazina ihtadaw huda wal baqiyatus solihatu khayrun 'inda robbika thawaban va khayrun maradda. Alloh haq yo'ldagi kishilarga yanada hidoyatni ziyoda qilur. Robbingiz nazdida boqiy ezgu ishlar savob jihatidan ham, oqibat jihatidan ham ortiqroqdir dedi. Demak, Robbimiz nazdida sadaqai joriyani demak ahamiyati boshqa amallarga nisbatan demak yuqoriroq ekan. Va mana shu sadaqai joriyalar boshqa amallarga nisbatan demak uzoqroq yashaydigan amallar bo'lar ekan. Mazkur oyatlardan tushunamizki, inson dunyo va uning matohlariga aldanmasdan nafs illatlardan qutulib abadiyatga loyiq solih amallar bilan mashg'ul bo'lishi demak lozim ekan. Aynan mana shu amallar bandani boqiylik sari, boqiy amallar sari yaqinlashtiradigan amallar ekan. Savobi doimiy oqib turadigan ezgu amallar insonlar uchun xizmat qiladigan, manfaat keltiradigan, xalqning og'irini yengil qiladigan jamiki amallar borki, bular solih amallardir deyiladi. Payg'ambar alayhisalomdan bu haqida so'raganlarda u zot ular takbir, Allohu akbar, hamd, alhamdulillah, havqala, ya'ni la havla va la quvvata illa billahlar ham demak inson uchun doim savob keltirib turadigan zikrlardandir deb sanagandilar. Demak, nafaqat amallar, balki tilimizda aytiladigan, sanaladigan ba'zi bir zikrlarni ham savobi doim yetib turaverar ekan sohibiga. Demak, qiyomatgacha boqiy qoluvchi amallar barcha ezgu, savobli amallardir. Qiyomat kuni o'sha qilgan, bu dunyoda qilgan amallari uchun albatta demak yo ajr oladi yoki gunohkor bo'ladi. Alloh taolo bandalarga buyurgan, mana shu amalni qilsang sendan rozi bo'laman degan amallar borki, hammasi savobi boqiy amallardandir. Umum xalq manfaati uchun bo'lgan, savobi boqiy bo'lgan amallar haqida Payg'ambar alayhisalom marhamat qildilarki: "Iza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathin
sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin solihin yad'u lahu. Imom Muslim payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan ushbu hadisni keltiradilarki, payg'ambar alayhisalom agar inson vafot topsa, uni amallari endi kesiladi, to'xtaydi. Endi u banda na yaxshilik qilishga, na yomonlik qilishga, birovga aziyat, ozor berishga demak imkoniyati yo'q. Endi u hech narsa qila olmaydi. Lekin dedilar, bir inson vafot etib ketgan bo'lsa-yu, orqasidan 3 ta narsani qoldirgan bo'lsa, mana buni savobi doim yetib turaveradi dedilar. Birinchisi bu sadaqai joriyalar ekan. Sadaqai joriya. Sadaqa bu sadaqa, yaxshilik. Joriya degani o'zi oquvchi degani. Sadaqai joriya degan doim savobi yetib turuvchi amal degani. Bu amallarga nimalar kiradi? Bu amallar umum xalq manfaatiga xizmat qiladigan ishlardir. Ya'ni mana shu ishimiz sababidan, qoldirgan narsamiz sababidan ko'pchilikka manfaat yetib turadi. Masalan, bular nima? Alloh yo'lida yo'l qurish, ko'prik qurish, maktablar, masjidlar, bog'chalar, shifoxonalar qursa, ehtiyoji bo'lgan joylarga suv, gaz, elektr kabi demak mana shu narsalarni olib kelishga, savobli ishlarga ozgina bo'lsa ham hissa qo'shgan bo'lsa, mana shu qulayliklardan qancha insonlar foydalansa, to mana shu hissa qo'shgan narsasi, kavlagan arig'i, qudug'i, qurgan binosi to yo'q bo'lib ketmagunicha sohibaga doim savob yetib turaveradi. Tirikmi, vafot etganmi farqi yo'q. Shuningdek, bir ishlarni bir kishi, ikki kishi yoki ko'pchilik qo'shilib qilsa ham bo'laveradi. Aynan bir sadaqai joriyani yakka odam qilish shart emas, balki ko'pchilik birgalashib ham mana bunga hissa qo'shib qoladigan bo'lsa, har kim o'zini hissasiga yarasha ajrga ega bo'lib turaveradi. Demak, birinchisi bu sadaqai joriyalar ekan. Ikkinchisi esa payg'ambar alayhisalom foydali ilm qoldirish dedilar. Ya'ni odamlarning dunyosi uchun, oxirati uchun foydali ilmlarni nafaqat o'zi o'rganib, balki o'zgalarga ham o'rgatsa, turli sohalarda, kasblarda o'zidan keyin shogirdlar qoldirsa, manfaatli kitoblar yozib qoldirsa yoki shunday kitoblarni hech bo'lmaganda chop etilishga hissa qo'shib qo'ygan bo'lsa, demak mana buni ham savobi doim yetib turaveradi. Hadis sharifning bu jumlalari ummatni ilm olish, uni tarqatish, uni o'zgalarga o'rgatish kerakligiga nima qilyapti? Sizni bizni targ'ib qiladi. Payg'ambar alayhisalom marhamat qiladilarki: "Va innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wa la dirhaman, innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihazzin wafirin." Payg'ambarlar dinor ham, dirham ham meros qoldirmadilar. Albatta ular ilmni meros qoldirdilar. Kim u ilmni olsa, to'liq nasiba oladi dedilar, olibdi dedilar. Demak, mana bu hadislarga qaraydigan bo'lsak, payg'ambar alayhisalom ko'pchilikka manfaat teganiga narsalar, sadaqai joriyalar yoki manfaatli ilm qoldirishni nima deyaptilar? Ahamiyatini vafot etib ketgandan keyin ham mana shuni savobi doim sohibiga yetib turaveradi dedilar. An Abi Amr Jarir ibn Abdullah radhiyallohu anhu. Jarir ibn Abdullah radhiyallohu anhu bir hadisni rivoyat qiladilar. Aytadilarki, bizlar kunning o'rtasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida o'tirgan edik. Yalang'och, jundan to'qilgan kiyim yoki choponga o'rangan, qilichini osib olgan bir qavm biz oldimizga kelishdi. Ularni aksarlari, balki deyarli barchasi Muzor qabilasidan ekan, tanisak. Ulardagi muhtojlikni ko'rib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning chehralari o'zgarib ketdi. Uylariga kirib ketdilar. So'ngra chiqib Bilal radhiyallohu anhu ga buyurdilar, azon aytdilar, takbir aytdilar. Rasululloh biz bilan birga, sahobalar bilan birga demak jamoat bo'lib namoz o'qidilar. Undan keyin namozni tugatib bo'lgach, sahobalarga qarata demak xutba qilishni boshladilar. Ya'ni amr ma'ruf qilishni boshladilar. So'zlarini Niso surasining dastlabki oyati: "Ey odamlar, sizlarni bir jondan yaratgan va undan uning juftini yaratib, ikkovlardan ko'plab erkak va ayollarni tarqatgan Robbingizdan qo'rqinglar. Nomini ishlatib bir-biringizdan so'rovda bo'ladiganingiz Allohdan va qarindoshlik aloqalaridan qo'rqing.
albatta Alloh ustingizdan kuzatuvchi zotdir deb turib, demak Niso surasining dastlabki birinchi oyatini o'qidilar. Keyin esa ey iymon keltirganlar, Alloh taologa taqvo qiling, har kim ertalik kun nima uchun nima hozir qilib qo'yganini ko'rib qo'ysin. Kishi dinoridan, dirhamidan, kiyimidan, bir so bug'doyidan, bir so xurmosidan, hattoki agar xurmoning yarmini berib bo'lsa ham sadaqa qilsin dedilar. Jarir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu demak aytayaptilarki, biz sahobalar bilan jamlanib o'tirgan edik. Muzor qabilasidan ko'pchilik bir qavm oldimizdan o'tib qoldi. Qarasak, och nahorligidan, muhtojlikdan hatto kiyishga kiyimi ham yo'q. Deyarli yalang'och qilichlarini yonlariga osib olgan bir qavm. Rasululloh ularni bu holatda ko'rib rahmlari keldi. Musulmonlar bilan sahobalar bilan namoz o'qib bo'lgach, sahobalarga qarata nima dedilar? Demak, dastlabki Niso surasining dastlabki oyatini va hammamizga mashhur bo'lgan Hashr surasidagi ya ayyuhallazina amanu taqulloha val tanzur nafsum ma qaddamat lighat, mana shu oyatlarni tilovat qildilarda, kishi dinoridan, dirhamidan, bir so bug'doyidan, bir so bug'doyidan, kiyim kechagidan bo'lsa ham demak nima, mana bularga sadaqa qilsin dedilar. Demak, muhtoj qavmni ko'rib, sahobalarni bularga hayrat qilishga demak payg'ambar alayhisalom targ'ib qilyaptilar. Ansoriylardan bo'lgan bir kishi xaltada kumush olib keldi. Qo'li uni ko'tarishga ojizlik qilay derdi. Hatto ko'tara olmay ham qoldi. Shunday og'ir bo'lgan kumushlarni demak yig'ib keldi uyidan. Keyin odamlar birin-ketin sekin uylariga borib narsa olib kelishni boshlashdi. Hattoki ovqat, kiyimlardan 2 uyum katta bir bo'lakni ko'rdim. Va yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xursand bo'lganlaridan yuzlari oltin kabi yaraqlaganini ham ko'rdim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kimki islomda bir yaxshi sunnat yo'l chiqarsa, savobi unga bo'ladi. Yana undan keyin bu yo'l bilan amal qilganlarning savobi ham unga yetur. Bu bilan amal qilganlarning savoblaridan biror bir narsa kamaytirilmaydi. Shuningdek, kim islomda bir yomon sunnat qoldirsa, gunohi unga bo'ladi. Yana shundan keyin bu yo'l bilan amal qilganlarning gunohi ham unga yetib turadi. Bu bilan amal qilganlarning gunohlaridan biror bir narsa kamaytirilmaydi dedilar. Demak, mavzuyimizga aloqador joy mana shu joyi. Kim islomda o'zidan keyin bir yaxshi ishni qoldirsa, bir sunnatni qoldirsa, ana shu qoldirgan narsasiga ko'pchilik amal qilsa, demak nima bo'ladi? Mana shu yaxshini qilib ketgan odamga ham qolganlarga manfaat tekkanligi uchun doim savobi yetib turaveradi dedilar. Bir odam yaxshi ishni boshlab ketgan edi, undan keyin kimdir ana shu ishdan foydalangan bo'lsa, unga bir savob bo'lgan bo'lsa, buni savobi yarmi unga berilmaydi. Unday emas, balki bunga ham to'liq savob beriladi, buni boshlab ketgan insonga ham to'liq savob beriladi. Yoki teskarisi. Kim o'zidan keyin bir yomon amal qoldirdi, yomon ish qoldirdi, unga gunoh bo'ldi, vafot topib ketdi. Orqasidan mana shu qoldirgan amaliga kimdir amal qildi. Qilgan odamga ham to'liq demak gunoh bo'ladi, qoldirib ketgan odamga ham doim gunoh bo'laveradi dedilar. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilarki, payg'ambar alayhisalom laysa min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibn adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu kana awwal man sanna al-qatl dedilar. Ya'ni biror bir jon zulm bilan o'ldirilar ekan, odamning alayhisalomning birinchi o'g'li uning qonidan ulush bo'ladi. Chunki u yer yuzida qotillikni joriy qilgan birinchi kishidir dedilar. Odam alayhisalom yer yuzida yaratilgan birinchi zot. Necha asrlar o'tib ketdi, necha ming yillar o'tib ketdi. Payg'ambar alayhisalom nima deyaptilar? Odamning o'g'li deyaptilar. Rivoyatlarda Qobil deyiladi. Ukasi Qobilni o'ldirdi. Yer yuzidagi birinchi qotillik shu edi. Yer yuzida to qiyomatgacha qaysi bir jon zulm bilan nohaqdan o'ldirilar ekan, mana shuni gunohidan bir parcha Qobilga ham yetib turaveradi. Chunki u yer yuzida birinchi bo'lib qotillikni o'zidan keyin sunnat qilib qoldirgandi dedilar. Qarang, necha million yil o'tib ketyapti, lekin uni qilgan ishidan mana hozir kim shu ishni qilsa, Qobilga ham gunoh yozilib turaveradi. O'zidan yomon yo'l sunnat qoldirgani uchun. Demak, qilinajak yaxshi amallar, sadaqa joriyalar ham ana shunday. Necha million yil o'tib ketadi. Farqi yo'q, sohibiga savob yetib turaverar ekan.
Uchinchisi esa bu ota-onasini haqqiga duo qiladigan, orqasidan solih farzand qoldirgan bo'lsa. Alloh taolo bandalarni o'ziga yer yuzida o'rinbosar qildi. Mana bu o'rinbosarlik davomli bo'lishi uchun nima? Albatta nasl-nasab, bola-chaqa orttirish kerak. Bola-chaqa orttirish bilan birga balki bola-chaqalarni soliha qilib tarbiyalash, Robbisidan qo'rqadigan qilib tarbiyalash, farzandlarga ilm berish, ta'lim-tarbiya o'rgatish. Mana bu narsalar ham demak nima ekan? Sadaqa-i joriyalardan ekan. Mana buni amali ham doim orqasidan yetib turaverar ekan bandani. Chunki solih farzand ota-onasining haqqiga doimo duoda bo'ladi, istig'for aytadi. Farzandning istig'fori ota-onasi tirik bo'lsa ham, vafot topgan bo'lsa ham, demak nima? Ota-onasiga foyda, manfaat keltiraveradi. Demak, uchinchisi bu haqqiga duo qiladigan solih farzand tarbiyalab ketgan bo'lsa. Payg'ambar alayhisalom yana bir boshqa hadislarda sab'un yajri lil abdi ajrahunna wa huwa fi qabrihi ba'da mawtihi man 'allama 'ilman aw ajra nahran aw hafara bi'ran aw gharasa nakhlan aw bana masjidan aw waratha mushafan aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mawtihi. Payg'ambar alayhisalom marhamat qildilarki, 7 ta narsaning ajri banda vafotidan keyin ham qabrida bo'lgan holida ham yetib turadi. Kim ilm o'rgatgan, ariqdan suv oqizgan, quduq qazigan, xurmo ekkan, masjid qurgan, mushaf ya'ni Qur'onni meros qoldirgan, o'tganidan keyin haqqiga istig'for aytadigan, duo qiladigan farzand qoldirgan bo'lsa, savobi yetib turadi dedilar. Endi mana shu hadisga qisqa to'xtalamiz. Demak, birinchisi nima dedilar Payg'ambar alayhisalom? Orqadan doim savob keltirib turadigan amallardan biri bu. Birinchisi ilm ekan. Ilm o'rgatish. Bu yerda ilm xoh dunyoda bo'lsin, xoh oxiratda bo'lsin, sohibiga foyda keltiradigan amaldir. Ilm o'rgatish uchun avvalo inson o'zi ilmli bo'lishi kerak. Ilm-fan rivojlanishi bilan imkoniyatlar ham mana kengaymoqda. Oldingi olimlarimiz ilmlarni faqat yozib qoldirib ketgan bo'lsalar, hozirda demak nima? Nafaqat yozish, balki ko'rish, eshitish ham mumkin bo'ladi. Masalan, hozir bir fleshkaga, diskka bir narsa saqlab qo'ysangiz, inshaalloh tinchlik bo'lib turadigan bo'lsa, rivojlanib turadigan bo'lsak, necha yillardan keyin ham mana shunday foydalanaverasiz. Buni saqlash uchun bir mashaqqat ham tug'dirmaydi. Demak, bir inson o'zi ilmli bo'lganidan keyin mana shu ilmini mana shu orqalar bo'lsa ham yozib, o'rgatib, video, audio tasma bilan ham yetkazib qo'ysa, mana buni savobi ham demak vafotdan keyin ham yetib turaverar ekan. Ikkinchi va uchinchisi ariq qazish, quduq qazish. Suv hammamiz uchun bilamiz hayot manbai. Ariqdan keladigan suvga ko'proq dalalardagi chorva hayvonlari muhtoj bo'ladigan bo'lsa, quduqlardan chiqadigan suvga esa ko'proq demak insonlarimiz muhtoj bo'ladi. Hozirgi kunimizda ko'p hollarda suv aholiga quvurlarda olib kelinadi. Odamlarga ichimlik suvi keltirish ham doim hozirgi kunimizda ham eng dolzarb masalalardan. Demak, uzlusiz savob olaman degan kishilar ham mablag'larni mana shunday ishlarga, hech bo'lmasa bir ko'chasi, mahallasi, qishlog'i, tumani, mana shularni suv, gaz, elektr, mana shu kabi narsalar bilan ta'minlanishga hissa qo'shib qolgan bo'lsa, mana buni savobi ham doim yetib turaverar ekan. Mana bu ham sadaqa-i joriyalardan bo'lib qolar ekan. Keyingisi esa bu xurmo ekish deyaptilar Payg'ambar alayhisalom. Xurmo daraxtini ekish. Nega aynan xurmo daraxti zikr qilinyapti? Xurmo daraxtida foydalari boshqa mevalarga qaraganda ko'proqligidan va Payg'ambar alayhisalom demak arab diyorida yashaganlar, arablar esa asosan ekadigan demak mevali daraxtlardan biri bu xurmo daraxtidir. Shuning uchun aynan xurmo daraxtiga urg'u berilyapti. Bu degani aynan xurmo daraxti emas, balki manzarali daraxt bo'lsin, soya salqini bilan foyda keltiradimi, mevasi bilan foyda keltiradimi farqi yo'q. Umum ma'noda daraxt ekish, daraxtni ko'paytirish. Odamlar yesa yemasa, jonzotlar yeydi, tasbih aytadi, sohibiga demak doim savobi yetib turadigan amallardan ekan. Ayniqsa hozirgi kunimizda yurtimizda havoning ifloslanishi hammangizning xabaringiz borki, dunyoda birinchilarga ham chiqib ketib qolyapmiz havoning iflosligi bo'yicha. Demak, mana bu ifloslikni oldini oladigan narsalar ham bu sabablardan biri ham bu daraxtni ko'paytirish ekan. Hozirgi kunimizda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan boshlangan Yashil makon loyihasi doirasida
oxirgi 3 yilda mamlakat bo'yicha jami 646 million tub ko'chat va butalar ekildi. Orol bo'yida yashil qoplama 2 million gektardan oshdi. Birgina ushbu kuzgi mavsumda 80 million tub daraxt va buta ko'chatlarni ekish rejalashtirildi. Shuningdek, davlatimiz rahbarining 23-noyabr kuni Toshkent shahri atrofini yashil belbog' yaratish loyihasi doirasida ko'chatlar ham ekildi. 2 yilda jami 100 ming tub daraxt va buta ko'chatlari ekiladi. Bu yerlarda tabiiy o'rmon shakli hosil qilinadi deb katta bir ishni boshlab beryaptilar. Demak, mo'min musulmonlarimiz ham, xalqimiz ham mana shu kabi xayrli ishlarda kamarbasta bo'lishi, imkoniyat darajasida hissa qo'shib qolishlari albatta maqsadiga muvofiq bo'lib qoladi. Keyingisi bu masjid qurish ekan. Savobi doim yettirilgan amallardan biri bu masjid qurish. Masjidlar bilamizki, Alloh taoloning bayti, uyi bo'ladi. Unda ibodat qilinadi, zikr qilinadi, tilovatlar qilinadi. Masjid qurganga Alloh jannatdan qasr va'da qiladi. Masjid qurish deganda faqatgina masjid, balki xalqqa manfaat tegadigan har qanday ijtimoiy obyekt borki, hammasi demak sohibiga manfaat keltirib turadigan amallardandir. Bunday ishlarni xalqning nimaga ehtiyoji kattaligiga qarab demak baholash kerak, hissa qo'shishga harakat qilish kerak. Keyingisi o'zidan mushafni meros qoldirish, ya'ni Qur'oni Karimni. Qur'oni Karim ham Alloh taoloning kalomi, uni o'qish ibodat. Ehtiyoji borlarni mushaf bilan ta'minlash ham katta savob. Bu yerda mushaf deganda faqat Qur'on xayolimizga kelib qolmasin. Mushafdan murod ko'pchilikka manfaati tegadigan har qanday demak ilm. Dunyoviy bo'lsin, uxroviy bo'lsin farqi yo'q. Materiallar, video tasmalar, audio tasmalar, kitoblar hammasi kirib ketaveradi. Yoki ta'lim dargohida ta'lim olayotgan yoshlarimiz, talabalar, mana bularni ham demak ilmli olish uchun hissa qo'shib qolish. Yoki biz qachondan beri e'lon qilib kelayotgan Qur'on kurslarimiz, imkoniyati borlar o'zini o'qish imkoniyati bo'lmasa, o'qiyotganlar uchun imkoniyat darajasida demak hissa qo'shib qolish, mablag'larni to'lashga yordam berish. Mana bular ham demak nima? O'zidan keyin mushafni meros qoldirishga kirib ketadi. Sadaqa joriyaga kiradi, mana buni savobi ham doim yetib turaveradi. Sizni to'lagan yoki hissa qo'shgan narsangiz sababidan bir odam Qur'on o'rganib qolsa, umrining oxirigacha o'qiydimi, birovga o'rgatadimi? Albatta sizga ham doim savob yetib turaveradi. Demak, mana bu narsalarga majlislar bel bog'lash kerak ekan. Keyingisi esa dunyoda o'tgandan keyin ortidan istig'for aytib turuvchi farzand tarbiyalash. Yuqoridagi hadisni davomidek. Biz yuqorida hadis shariflardan bizni saxovatga ham nima qilyapti? Targ'ib qilmoqda. Ilm olish uchun nima kerak? Shart-sharoit kerak, imkoniyat kerak, mablag' kerak. Hozirgi kunimizda bir sohani mutaxassis qilib bir inson yetishtirish uchun necha millionlab pulingiz ketadi. O'g'lingiz bo'lsa, qizingiz bo'lsa, yoshligidan sarflaysiz, maktabi deysiz, bog'chasi deysiz, repetitori deysiz, institut deysiz, boshqalar hammasi pul degani. Demak, gohida mana bu narsalarga ota-onaning imkoniyati bo'ladi, gohida bo'lmay qoladi. Mana shu imkoniyati borlar o'zining yaqinlaridan, qarindosh urug'laridan, aka-ukalaridan, qo'ni-qo'shni birodarlardan, mahalla ko'ylardan tolibi ilmlar bo'ladigan bo'lsa, ilmga, demak mana shu kabi yaxshi ishlarga harakat qilayotganlar bo'lsa, imkoniyat darajasida hissa qo'shib qolish ham, demak mana shunday savobli ishlarga daxldor bo'lib qolar ekanmiz. Alloh taolo oyat karimasida الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ya'ni mol dunyolarini kecha-yu kunduz, pinhona-yu oshkora ihson qiladigan kishilar uchun Parvardigorlari huzurida maxsus mukofotlari muhayyodir. Ularga oxiratda xavf ham bo'lmas, ularni tashvish ham chekmaslar deydi. Demak, oshkora yoki maxfiy, ozmi ko'pmi imkoniyat darajasida ihson qiluvchilar uchun Alloh taolo tayyorlab qo'ygan mukofotlarni sanaydi. Biz yuqorida keltirgan narsalarga imkoniyat darajasida ozmi ko'pmi hissa qo'shib qolish ham va'da qilingan mana bu mukofotlarga sazovor bo'lishimizga hissa bo'ladi. Shuningdek, ba'zi amallar borki, ana shu amallarni nima dedilar? Payg'ambar alayhisalom hadis muboraklarida ma'lum bir narsaga qiyoslaganlar. Masalan, deylik, kim janoza namozida qatnashadigan bo'lsa,
iymon bilan, ixlos bilan janoza namozida qatnashsa, masalan, Uhud tog'inchalik ajrga ega bo'ladi deganlar. Gap bu yerda Uhud tog'ini qanchaligida emas, gap savobi ulkan ekanligini tog' bilan qiyos qilyaptilar. Odatda hayolimizga eng katta narsa nima desa, ko'z bilan ayta oladiganimiz, ko'rganimiz bu tog'lar bo'ladi. Rasululloh ham nima deyaptilar? Janoza namoziga qatnashishning savobi mana shu Uhud tog'inchalik ajrga ega bo'lishdir. Ya'ni savobi juda ham katta demoqchilar. Yoki masalan haj ibodatini olaylik. Haj ham ulug' ibodat. Musulmon uchun imkoniyati bor uchun, u odam uchun umr davomida bir marta haj qilish farz. Hajning fazilatini deyarli hammamiz yaxshi bilamiz. Eng asosiy bittasini aytadigan bo'lsak, hajning fazilati, savobi shundanki, sohibi demak haj qilsa, fisq va fasodlarga aralashmasa, demak turli xil yomon so'zlarni, fahsh munkar so'zlarni ishlatmasa, onasidan tug'ilgan kundek begunoh bo'lib vataniga qaytadi deganlar payg'ambar alayhisalom. Fazilatlardan biri mana shu. Jami gunohlardan forig' bo'lgan holatda yurtiga qaytish. Shuningdek ba'zi bir amallar borki, ana shu amallarni qilish bilan ham demak nima bo'ladi odam? U katta hajni qilganda savobiga ega bo'ladigan ba'zi bir amallar ham bor ekan. Ana shu amallardan ham ba'zi birlarga to'xtalamiz. Birinchi amal bu Ramazon oyida umra ziyoratini amalga oshirish ham ulug' haj ibodatini demak fazilatiga ega bo'lish ekan. Payg'ambar alayhisalom Ramazonda qilingan bir umra bir haj bilan barobardir dedilar. Boshqa bir rivoyatda esa men bilan birga qilgan haj bilan barobardir dedilar. Demak, qarang, Ramazonda qilingan umra katta hajning inshaalloh savobini berar ekan. Ikkinchi amal, har yili shaxsiy davlatidan bir nechta odamlarni hajga yuborish. Demak, imkoniyati borlar odam, hajga borgan odam, demak farzni zimmasidan soqit qilgan odamlar har yili o'zlariga hajga borsalar ham bu ham yaxshi amal. Bu ham fazilat. Lekin o'zi borgandan keyin qarindosh urug'lardan, yaqinlaridan, do'styor birodarlardan demak hajga borishga niyatlari bor-u, ammo imkoniyatlari yetmay turibdi. Mana shular nomiga demak nima qilish? Hissa qo'shib yuborish, hajga borib kelishiga demak yordam berish ham demak o'zi bormasa ham katta bir hajni savobiga ega bo'ladigan amallardan ekan. Shuningdek, agar bir odamni otasi, onasi vafot topgan bo'lsa ham otasi nomidan, onasi nomidan balki o'zi yoki birovga ayttirib hajji badal qildirib qo'ysa ham mana buning savobi ham doim yetib turaveradigan, savobi ulgan bo'lgan ajrlardan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan agar marhum musulmon banda bo'lgan bo'lsa va sizlar uning nomidan qul ozod qilsangiz yoki uning nomidan sadaqa bersangiz yoki uning nomidan haj qilsangiz, o'sha narsa unga yetib boradi dedilar. Uchinchi amal bu ishroq namozini o'qishda bardavom bo'lish. Ba'zi kitoblarimizda ishroq, ba'zi kitoblarimizda zuho namozi deymiz. Mana bu namozni ham demak fazilat katta ekanki, Payg'ambar alayhisalom kim bomdod namozini jamoat bilan o'qisa, so'ngra quyosh chiqquniga qadar Allohni zikr qilib o'tirsa, so'ngra 2 rakat namoz o'qisa, uning uchun bir haj va bir umraning savobidek savob bo'ladi dedilar. Anas radhiyallohu anhu shunday dedilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'liq shunday bo'ladi dedilar. To'liq bir haj va umraning savobiga ega bo'ladi dedilar. Qarang, hadisda nima deyilyapti? Kim bomdod namozini jamoat bilan o'qisa, namozdan keyin turib ketmasa, to quyosh chiqquniga qadar demak zikr bilan o'tirsa, quyosh chiqqandan keyin 2 rakat ishroq namozini o'qisa, bir haj va bir umrani savobiga ega bo'ladi dedilar. To'rtinchisi, masjidlarda bo'ladigan amr ma'ruflarda hozir bo'lish. Abu Umama radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhisalom kim masjidga borsa, u yerda yaxshilikni ta'lim olish yoki ta'lim berishdan boshqa istagi yo'q bo'lsa, unga qilgan haji mukammal bo'lgan bir hojining savobidek savob beriladi dedilar. Qarang, amr ma'ruf nahiy munkarlarning foydasi ham bir inson masjidga demak nima, yo ilm o'rganish uchun yoki bilganni o'rgatish uchun kelsa, boshqa bir g'arazi bo'lmasa masjidga kelishdan nima deyilyapti? Bir hojini, to'liq bir hajni qilgancha qancha savob bo'ladi? Ana shunday mana bu odamga ham savob bo'ladi dedilar. Demak, juma ibodatiga yoki amr ma'ruf uchun bir narsani o'rganaman, hayotimga tatbiq qilaman degan mo'min musulmonlarimiz ham niyatlarini to'g'rilab, xolis qilib keladigan bo'lsalar, inshaalloh hozir ham inshaalloh nima qilamiz? To'liq bir hajni savobiga ega bo'lib chiqib ketamiz. Ham juma namozini jamoat bilan o'qish, ham bir hajni savobiga ega bo'lib olish.
Demak, masjidlarda bo'ladigan har bitta amr ma'ruflarda ishtirok etadigan bo'lsak, mukammal bir haj qilganning savobiga ega bo'lamiz ekan. Agar mana shunday amr ma'ruflarda ishtirok etishga dangasalik qiladigan bo'lsak, tasavvur qilaveringki, qanchadan qancha hajdek savobli amallardan demak bebahra qolib ketar ekanmiz. Bundan tashqari 5-inchisi bu savobi, hajning savobiga barobar bo'lgan amallarning 5-inchisi bu farz namozlarni masjidda ado etish. Abu Umama radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi, kim uyidan tahorat olgan holatda farz qilingan namozni ado etish uchun masjidga chiqadigan bo'lsa, uning ajri savobi xuddi ihromdagi hojining ajri savobidekdir. Kim zuho namoziga chiqadigan bo'lsa, zuho namozini boshqa maqsadi yo'q bo'lsa, uning ajri savobi umra qiluvchining ajridek savobdir. O'rtasida behuda gap so'zlarni qilmay, namoz orqasidan namoz o'qish ilinjida illiyinda yozib qo'yiladigan, ya'ni maqbul bo'lgan bir amaldir dedilar. Demak, farz namozlarni imkon qadar masjidlarda ado qilishga harakat qilish ham demak to'liq bir katta hajni savobiga ega bo'ladigan sharafli, xayrli ishlardan ekan. Mana shu o'rnda bir narsani ham bilib olishimiz kerak ekizlar. Farz namozlarni masjidda o'qishga dangasalik qiladigan musulmonlarimiz ham oramizda uchrab turadi. Imkoniyati bor, azonni eshitadi, masjidga kelib ketaman desa, demak imkoniyati bor, sog'ligi ko'taradi-yu, ammo dangasalik va uyda o'qib qo'ya qolaman deganlar ham oramizda kam emas. Biz namozni jamoat bilan ado etyapmiz, binobarin 27 daraja savobga ega bo'lamiz degan vaj bilan uyda yoki biror yig'inda to'planib namoz o'qiyotganlar ham demak oramizda uchrab turadi. Aslida ular juda ham katta savobdan mahrum bo'layotganlarni o'zlari bilmaydilar. Bundan tashqari, namoz o'qish uchun sababsiz masjidga chiqmaganlarning o'qigan namozlarini qabul bo'lmasligi yoxud ajri savobi mukammal bo'lmasligi haqida ogohlantirishlar ham bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Kim azonni eshitib masjidga kelmaydigan bo'lsa, uning namozi yo'qdir, uzri bo'lsa bundan mustasnodir dedilar. Haqiqatan farz namozlarni masjidda ado etishga ishtiyoqmand bo'lgan musulmonlar har kuni agar 5 vaqt namozni masjidda jamoat bilan ado qiladigan bo'lsalar, inshaalloh bir kunda demak 5 ta hajni, bir yilda taxminan 1800 ta haj, 10 yilda 18000 ta hajning savobiga ega bo'ladi va hokazolar. Demak, masjidlarda jamoat bilan birga namozlarda bardavom bo'lish ham demak nima? Savobi ana shunday ulkan va boqiy qoluvchi amallardan ekan. Ilohim Alloh taolo barchalarimizni eshitganlarimizga, bilganlarimizga amal qilib, mana bu savobi doim orqamizdan yetib turadigan mana bu kabi xayrli ishlarda bardavom bo'lishimizni o'zi ta'minlasin. Aytganlarimizga avvalo o'zlarimizda amal qilishimizda, so'ngra eshituvchilarimizda ham amal qilishlarida Alloh taolo o'zi himmat bersin, tavfiq bersin.